Bugünkidek diniy va milliy qimmat qarashlarimiz hujumga uchrayotgan bir paytda dinni qo'g'dab qilish uchun ilingan qadamlardami muborak bir qadam bormi? Aziz qarindoshlar, bugun Allohning rahmati bilan Ramazon oyining 2-kunini oxirlashtirdik. Amallar hassalindigan Allohning rahmat eshiklari ochilib, shaytonlar bog'landigan bu muborak oydan 2 kun bilan xo'shlashdik. Bu ulug' kunlarda yaxshiliklar hassalinib qolmasdan balki nurg'un qiyin ishlar oson bo'lgan ekan. Islom tarixiga qaraydigan bo'lsak-mu, bu ulug' kunlarning barakati bilan nurg'un jihad va fatih harakatlari mushu kunlarda boshlangan va mushu kunlarda muvaffaqiyatga erishgan ekan. Chunki rahmat atalg'usi faqat insonlarning ko'ngillariga bag'ishlanadigan bir ma'naviy tuyg'udan iborat bo'lmasdan, balki insonlarning o'y-fikrlariga, balki kishilarning ko'z qarashlariga, kishilik munosabatlariga, hayot safariga amaliy ta'sir ko'rsatadigan, reallik bilan zich munosabatlik bo'lgan bir uqumdir. Agar Ramazon oyidagi rahmatning faqat shaxsiy hayotimizga emas, balki ijtimoiy mavjudligimizga ham ko'rsatgan ta'sirlariga qaraydigan bo'lsak, biz da'vatgan bu rahmatning ba'zida tavfiq va muvaffaqiyat bo'lsa, yana ba'zida g'alaba va nusrat ekanligini ko'ralaymiz. Shu munosabat bilan biz bugun sizlarga islom tarixidagi unutilmas va gigant ishlarning biri bo'lgan Qayrovan shahrining qurilishi haqida qisqa to'xtalib o'tmoqchimiz. Qayrovan shahri milodiya 670-yili, hijriya 55-yili qurilgan bo'lib, Afrika qit'asidagi bir qism qavmlarning islom xalifaligiga bergan ahdlarini buzib, orqa-orqadan murtad bo'lishi sababidan rayonda musulmonlar qarorgohi qurib chiqish uchun bino qilingan ekan. Islom nurini texmo chaqnatish, shundaqla musulmonlar yig'iladigan, islom askarlari rabat turadigan bir shahar bino qilishni ko'ngliga pukkan qo'mondan Uqba ibn Nafi rahimahulloh ayni chaqda askarlariga qarab, islom qo'shini Afrikaga kirganda kishilar islom chaqiriqiga ovoz qo'shdi. İslam qo'shini chiqib ketganda bo'lsa, kishilar kufriga qaytib ketishdi. Shu sababdan ey musulmonlar, biz bu yerda bir shahar bino qilaylikki, bu shahar zamon oxirigacha islomning izzati va musulmonlarning yurti bo'lib qolsin deb xitob qilgan ekan. Ondan Qayrovan shahri bino qilinadigan o'rinning atrofini aylanib bo'lgandan keyin Allohga yo'linib mundaq duo qilgan ekan. Ey Alloh, bu shaharni ilm ma'rifat bilan to'ldirgin. Uni sana itoat qilguvchilar va ibodat qilguvchilar bilan obod qilgin. Bu shaharda islomga izzat, kufriga zillat ato qilgin. Bu shaharni islom bilan aziz qilgin. Shundaq Alloh taolo Uqba ibn Nafi rahimahullohning duosini ijobat qildi. Qayrovan shahri va masjid qurilishi hijratning 50-yili Ramazon oyining 2-kuni, ya'ni bugun kunda boshlanib 5 yildan keyin, ya'ni hijratning 55-yili bitib chiqdi. Shu kundan e'tiboran Qayrovan shahri mayli Amaviylar davrida bo'lsin, mayli Abbosiylar davrida bo'lsin, islom olimlari yetishib chiqadigan bir markazga aylandi. Amaviylar davrida xalifa Umar ibn Abdul Aziz rahimahulloh tabiinlardan tashkillangan 10 olimni Qayrovan shahriga muallim qilib avatdi. Bu olimlar bugungi Tunis va atrofidagi rayonlarda selingan masjid va madrasalarga tarqalib islom ta'limoti elib bordi. Natijada Qayrovan shahrida Qozi Sahnun, Ibn Sharaf va Ibn Rashid Qayrovaniga o'xshash katta olimlar yetishib chiqdi. Qayrovanning masjid va madrasalaridan yetishib chiqqan olimlar dunyoning har qaysi joylariga ilm tarqatishga boshlaydi. Abbosiylar davrida bo'lsa, Qayrovan shahrida xalifa Harun Rashid Bag'dodda qurib chiqqan Baytul Hikmatga o'xshash Hikmat uyi 2-Ibrohim tarafidan qurildi. Bu o'rinda matematika, astronomiya, tibobat, injenerlik qatorliq ko'plagan sohalarda ko'zga ko'ringan natijalar barliqqa keldi. Demak, tarixda podshoh sultonlar o'z nomini qoldirish uchun shahar bino qilgan bo'lsa, musulmonlar islomning gullanishi va ro'naq tepish uchun shahar bino qilgan ekan. Bugun kunda vatanimiz Sharqiy Turkistonda Xitoylar o'z hokimiyatini mustahkamlash uchun Xitoy shaharlarini quryapti. Islomiy shaharlarni ismlardan boshlab yo'qotishga urinyapti. Mushundaq og'ir yo'qotilishga uchrayotgan bir paytda Uyg'urlarning o'zini, farzandlarini, diniy va milliy qimmat qarashlarini qo'g'dab qilishi farzdir. Bu farzni ado qilish uchun mahalla qurish, masjid bino qilish, maktab selish amaliyotda farzni ado qilish uchun elingan qadamlardir. Islom qonunshunosligidagi vojibni tamomlaydigan vositalarmi vojib bo'ladi degan prinsip bo'yicha aytganda, bu vositalarni maydonga keltirishmi vojibdir. Demak, dinni saqlab qoladigan, ummatni qo'g'dab qoladigan bu xil amallar nima degan go'zal va islom ta'limotlariga uyg'un ha?
Bugünkidek diniy va milliy qimmat qarashlarimiz hujumga uchrayotgan bir paytda dinni qo'g'dab qilish uchun ilingan qadamlardami muborak bir qadam bormi? Islom uchun hijrat qilib chiqqan muhojirlarning farzandlarini yashayotgan davlatlardagi ozg'un va yoki oshqun fikrlarning ta'siridan saqlab qilish uchun qurilgan organlar nima degan muborak organ, ha? Ulug' Alloh har birimizni bu muborak Ramazon oyining har bir kunida eng yaxshi ishlarni qilishga muvaffaq qilgay. Farzandlarimizni ummatning yaramliq izbosarlaridan bo'lishga muvaffaq qilgay.